Suv emas, bu distirlangan suv. Distirlangan suv. Zamzam qayerda? Madina-yu Munavvaraga ziyoratga kelganingizda siz ichayotgan suvlaringiz zamzam suv emasligini bilarmidingiz? Va qayerdan haqiqiy zamzam suvlarini olish kerak va ichish kerakligini ko'rsatib o'taman. Aynan bu birinchi lokatsiya, ya'ni haram atrofida shunaqangi Madina-yu Munavvarada haram atrofida shunaqangi joyda joylashgan suvlar zamzam suv emas, ya'ni bular distirlangan suv. Habib, la zamzam? La. Ko'rganingizdek bular va Nabaviyning tashqi tarafida shunaqangi joylarda joylashgan suvlari ham zamzam suvi emas. Ya'ni bularda mana bu yerda katta qilib arab tilida zamzam deb yozib qo'yiladi. Bular oddiy distirlangan suv xolos. Nimaga bunday desangiz, ya'ni zamzam suvini Makka dan Madinaga olib kelinganligi uchun faqat ichki taraflariga, ya'ni o'zi kerakli joylarga qo'yib boriladi. Hozir Nabaviyning ichki qismidamiz. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, bu yerdagi suvlar hammasi zamzam suv. Ya'ni mana shunaqangi idishlarda zamzam yozuvi bo'ladi. Yana bitta yozuvga e'tibor berish kerak, not hold, ya'ni issiqroq holatdagi alohida qilib qo'yishadi shunaqa. Ya'ni bu yerlarda idishlarga zamzamni oldirmaydi ishchilari. Endi zamzam suvini idishlarga qayerdan olishligini ko'rsatib o'taman. Va zamzam suvini kattaroq idishlarga, ya'ni kanistrlarga qayerdan to'ldirib ketsak bo'ladi deyshadi. Ya'ni bu qibla tarafdan o'ng tarafda joylashgan 312-ga kelasiz. Yana bitta lokatsiya, mana bu G'ammoma masjidini yonginasida joylashgan. Bu yerda, ya'ni mana ichkarida zamzam suvini olishlik uchun sharoitlar qo'yishgan. Siz qancha ish bilan kelsangiz, shu yerda navbat turib, ya'ni bu yerlarda navbat bo'lib qolishi mumkin. Navbat turib, zamzam suvini olib ketishingiz mumkin. Albatta video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinda umra safarlariga keladigan birodarlarga yoki yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Assalom.